Tarbiyachi. Biron joyga ketyapsizmi? Aha, dugonam bilan ko'rishaman deb kelishib qo'ygandik. Sizda bir og'iz gapim bor edi. Xo'p, tinchlikmi o'zi? Qizim, sizni koyimoqchi emasman. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Har hafta 10 million, 15 million pul sarflayapsiz. Bolam. Hali oyijoningiz qilgan seplar yangi tursa ham, allaqachon seflaniyam. Yangilab oldingiz. Mana bu taqinchoqlarni-ku gapirmasam ham bo'ladi. Sal tejamkorroq bo'ling, bolam. Axir isrofgarchilikni ham uvoli bor, jon qizim. Oyjon, pulni siz topmasangiz, o'g'lingiz topsalar. Buni ustiga bunaqa taqimchoqlar, bunaqa kiyimlar o'g'lingizni ko'ngillari qolib ketmasin. Har doim yaxshi ko'rib yursinlar deb qilaman qilsam. Qizim, o'g'lim shundoq ham sizni yaxshi ko'radi-ku. Onangni otangga bepardoz ko'rsatmagin degan gap ham bor-ku. Yoshingiz katta bo'lsa, o'zingiz yaxshi bilasiz bunaqa gaplarni. Oyjon, bilasizmi, juda ham shoshib turgandim. Keyinroq gaplashamiz, xo'p? Yaxshi o'tiring. Tavba. Fari, to'xta. Mashinam buzilib qolibdi. Meni shunda o'qishimga tashlab o'tib ket. Voy, bilasanmi, shoshib turgandim, Charos. O'zing yetib ola qol. Yo'ling-ku, shunda tashlab qo'ya qol. Charos, ko'cha to'la taksi bo'lsa, endi meni mashinam seni tashib yuradigan taksi emas-ku, to'g'rimi? Yetib olarsan? Ha, bolam. Oyi. Fari o'zgarib qolibdi. Oldin bunaqa emasdi. Ha, ko'rmagani ko'rgani qursin shekilli. Aytgandim-a? Bu qizni ko'zi och deb.